Birinchi etajdan kvadrati katta, g'ishtli dom so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan 2 xona 52 metr kvadratdan iborat uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turgan uyimiz zal qismi. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, Euro ta'mirdan so'ng ham hech kim yashamagan. Bu yerda podest tomondan glavniy eshikdan kirib kelish, stroyni shkaf va o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli sanuzeli birgalikda joylashgan bo'ladi. Uyimiz 4 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan. Bu yerda balkon qismimiz 2/6 o'tirib ovqatlanish uchun stol, stul va stroyni shkaflari bilan ko'cha tomonga alohida eshik. Uyimizga ikkita kirish eshigi mavjud. Balkonimizning yarmida gazimiz chiqarilgan va bu yerda oshxonamiz o'rni o'z o'rnida qolgan. Ushbu uyimiz orientiriga keladigan bo'lsak, 9-kvartal Jahon tillari universiteti ro'parasida, So'nggi tilla zavodi orqasida. Ushbu yuqorida ko'rib turgan barcha mebel va jihozlaring bilan ushbu uyimizni egalari 79,000 AQSh dollar baholashmoqda. Sunnatiga o'zgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aksiya raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.